İşlemaydigan odam bo'lsa qanday kirit olsa bo'ladi? İşlemaydigan odamlarga ishlaydigan odamning kafilligi, garov yoki sug'urta kafilligi bilan mikroqarza beramiz. Mahallalarga beriladigan mahalla bankida tomorqa xizmati, biri bir IT startup, biri bir startup, biznesga birinchi qadam. Foizlarni tushuntirib ketsangizlar. Foizlari mahalla bankida ayollarga 24%, erkaklarga 25%dan 3 yilga beriladi. Summasi 60 million so'mgacha. Bor o'zini bankdan chiqib 365 ming bir yillik to'lovini qilib, bor mahalladan davlatlarga to'lab beradi, uyga borib monitor qilib rasmga tushirib keladi. Undan keyin bazaga summasi. Hali shu bormi? Bor. Imtiyozlar qancha? Imtiyozlar 6 oygacha.